Pul sovg'a qilgandan ko'ra qiziljonlar shunaqangi gulli ko'ylaklarimizdan Xadicha brendimizdan olib ketsangiz bo'ladi. Juda ham chiroyli bo'lgan va har xil rasvetkalarda olib kelib qo'yganimizni mazza qilib rahmat deb keladi. Даже o'zingizga sovg'aga olib olsangiz ham bo'ladi. Mana bu yeng qismini qaranglar, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Qo'linglarni umuman qisib tashlamaydi, rezinka bo'ladi. Oldi qismida juda ham chiroyli bo'lgan shunaqangi guli bor va Swarovski toshi bilan bezatilgan qiziljonlar risi ham chiroyli bo'lib turadi va bitta shunaqangi qo'sh etagi bor pastida. Men sizlarga hozir rasvetkalarni ko'rsataman. O'zim kiyib olganim shunaqangi bejev rasvetkasi bor qiziljonlar. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Oq qora rasvetkasi, shunaqangi bordoviy rasvetkasi. Oldi qismini ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli qilib toshlar bilan, Swarovski toshlar bilan bezatilgan va trendli bo'lgan shunaqangi голубой rasvetkalarni olib kelib qo'yganmiz. Materiali dubayskiy shtapel qiziljonlar, razmerlarga keladigan bo'lsa 50 dan 64 gacha bemalol mos keladi. Narxlari esa 450 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bunaqa narx faqatgina Xadicha brend do'konimizda bor qiziljonlar. Hammanglarni do'konimizda kutib qolamiz. Agarda kela olmay qolsangiz, butun O'zbekiston bo'ylab dostavka qilib beramiz.